Bugun adeniumda chirish boshlanganini ko'rdim va darhol uni qutqarishga qaror qildim. Adenium ildizlarini eski turpoqlaridan yaxshilab tozalab, oqar suvda yuvib, ildizlarini quritib oldim. Chirigan joylarini sog'lom to'qimalarigacha kesib tashladim. Kesishda steril pichoq ishlatish juda muhim. Adenium tanasidagi barcha qorayish belgilari bo'lgan, chirish alomatlari bo'lgan joylarini yaxshilab tozalab olamiz. Aks holda chirish tanasida davom etaveradi. Ko'rishingiz mumkin, adenium ildizlarida umuman sog'lom to'qimalar qolmagan. Sog'lom shoxchalarni tekislab kesib olamiz. Tekislab kesib olgan bo'lakchalarimizni drevesniy ugl kukuniga botirib sterillab olamiz va bu bo'lakchalarni bir hafta davomida yorug' joyda saqlaymiz. Bir haftadan so'ng shoxchalar shunaqa ko'rinishda bo'ladi va biz ularni yaroqlilarini ekib olamiz. Shoxchalarni ekishda men yengil gruntdan foydalandim. Gruntda chiritib qo'yishdan qo'rqsangiz, perlitda ildizlatsangiz ham bo'ladi. Ekilgan shoxchalarimizga issiqxona muhitini yaratish uchun men stakanlardan foydalandim. Siz konteynerda yorug', issiq joyda saqlasangiz bo'ladi.